ringga chiqqanda yoki musobaqaga chiqqanda vatanni o'yladi, bayrog'imizni, madhiyamizni o'yladi. Bilasizlarmi, mana shu bayrog'imiz hilpiraganda, gimnimiz jaranglaganda biz mehnatimiz bilan majbur qildik bizni bayrog'imizni tanish. Prezidentimiz sportga juda ham katta e'tibor qaratibdilar. Yaqinda bokschilarimiz jahon chempionatida oltin olib keldi. Bundan tashqari futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqdi. Bu narsa hurmatli prezidentimiz tomonidan qaratilgan katta e'tibor tufayli deb o'ylayman. Bundan tashqari mana bu sport arenamiz yaqinda ochildi. Men yana bitta narsaga aniq ishonch bilan ayta olaman. Ashitdan ham Xudo xolasa juda ko'p sportchilarimiz, juda ko'p chempionlarimiz chiqadi. O'zbekiston bayrog'ini ko'taradigan yoshlarimiz, xodimlarimiz chiqadi. Men bunga ishonaman, chunki buning orqasida hurmatli prezidentimiz e'tibori turibdi. Men oddiy oiladanman. Buxoro viloyati Qorako'l tumanida tug'ilganman. Dadam neft gaz sohasidan pensiyaga chiqqanlar, onam bog'chapa bo'lganlar. 1991-yilda tug'ilganman. Bizning oilada 4 ta biza, 2 ta akam, bitta opam borlar. Hozirda uylanganman. 2 ta farzandim bor, 2 ta qizim bor. Safira, Sumayya. Hozirda mana ichki ishlar xodimimiz ishlab kelyapmiz. O'zbekiston Respublikasiga xizmatimiz ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegib kelyapti. Bundan tashqari sportchimiz, O'zbekiston bayrog'imizni ham ko'tardik necha karra. Inshaalloh yana ko'taramiz O'zbekistonimiz bayrog'ini. Yana katta yutuqlarga erishamiz. Bu hammasi mehnatlarimiz natijasi. Biz oldimizda trenerim bor, Jasur Alijonov. Juda ham qattiq mehnat qildiradilar. Qancha ko'p mehnat qilsak, ertaga misol arenalarga chiqqanimizda bizga shuncha osonroq bo'ladi. Xudoga shukr, hamma bo'yimni birinchi raundda tugatganman. Misol 5 ta professional urishgan bo'lsam, 5talasini professional birinchi raundda o'zida tugatganman. Mehnatlarimizni samarasi deb o'ylayman. O'zbekiston bayrog'imizni ko'targanmiz. Menda eng ko'p urishganim shu 2 minut bo'lsa kerak. 2 minut. Eng ko'p urishganim. Bunda ham Qozog'istonlik raqibimiz bilan shu bilan 2 minut urishganman. 2 karra Osiyo chempion bo'lganman. Universitet jang san'ati jahon chempioni bronza medal sovrindori bo'lganman. Aralash jang san'ati bo'yicha ko'plab xalqaro turnirlar g'olibi bo'lganman. Yana bir 2 ta 3 ta bo'ydan keyin Xudo xolasa, agar bilsangiz, Oktagon degan liga bor. O'sha ligani kamarni olishga harakat qilaman. Inshaalloh shu kamar olib O'zbekistonimizni olib kelishga harakat qilaman. Jasur Men birinchi sportim milliy kurash bo'lgan. Buxoroda o'zimiz milliy kurash zalimiz bo'lardi, Qorako'l degan joyda. Shu milliy kurashdan boshlaganman. Keyinchalik kickboksga borganman. Keyin erkin kurash bilan shug'ullanganman. Erkin kurashda men institutda o'qidim, sport universitetini. Erkin kurash yo'nalishini tugatdik. Meni bazam kurash. Bu aralash jang san'atida hamma sportda ham bilish kerak, chunki sababi aralash jang san'ati ismi bilan aralash jang san'ati. Boksni ham bilish kerak, grappling bo'lish kerak, baribir kickboks. Hamma sportda ham bilish kerak, chunki sababi biz aralash jang san'ati universal jang deb ham nomlanadi, chunki biz parterda ham, turib ham jang qilamiz, yotib ham kurashib ham jang qilamiz. Shuning uchun endi agar men o'zimga qoladigan bo'lsa, fikrim men o'ylayman kurashchilar ko'proq o'tadi. Chunki sababi kurash bazaviy bu aralash jang san'atini men endi o'zim tushuncham bo'yicha aytaman. 80% kurash deb men o'zimni qabul qilganman shu narsani. Ko'proq kurashchilar, mana misol uchun Habib Nurmagomedov kurashchilarimizdan sizlar taniydigan MMA jang san'at bo'yicha chempionimiz Hamzat Chimayev bor. Mana hozir ham kurashi kuchli bo'lganligi uchun UFC kamarni oldi. Niyatlarim UFC degan ligamiz bor. Shu UFC degan ligada jang qilib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, agar Alloh nasib qilsa, shu UFCni ham kamarni olish niyatim bor. Shu bilan birga men ichki ishlar sohasida ishlayman. Toshkent shahar patrul-post xizmati tezkor harakatlanish va qo'lga otryadining safdor xodimi, inspektorman. Men faxrlanaman har bitta o'zim ishimdan, chunki men bilaman, meni orqamda O'zbekiston, o'zbek xalqimiz turibdi. Bu menga juda ham katta kuch beradi. Har bitta sohada, ichki ishlar sohasida ham, sport sohasida ham yurtimiz turganini men har doim shu narsani his qilib turaman. Hozirda Murodov Team komandasidaman. Oqtepa Fight shu komanda nomidan chiqaman. Yurtimizga xizmat qilishdan ham to'xtamaymiz. Shu xalqimiz tinchligini, farovonini ta'minlashda ham o'z ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shib
Xudo xolasa mana shu yurishimizni to'xtatmaymiz. Men yoshlarimizni ichib chaqishmasligini tavsiya qilaman. Oldiga bir maqsad qo'ysin. Chunki maqsad bo'lmagan odamda aniq bir intilish bo'lmaydi. Shu maqsad sari harakat qilsa, menimcha har bir inson shu o'zini maqsadiga erishadi. Sport bilan shug'ullansin, bekor payti. O'zbekistonimizga bir yordam tegadigan shaxs bo'lsin, kitoblar o'qisin, mana yangi kutubxonalar ochilgan. Muvaffaqiyatga erishish uchun men sog'lom turmush tarzini tanlashni tavsiya qilib qolardim. Chunki sog'lom tanda sog' aql degan naqlimiz ham bor, bilsangiz. Xalqimiz tinch, osmonimiz musaffo. Mana bizga ichki ishlar xodimlari bizga shunaqa sharoitlar yaratilgan, mana ko'rib turibsiz o'zingiz. Hamma ichki ishlar xodimman, hamma sportchiman. Bunaqa sharoitlar yaratib bergan hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat. Shunaqa sharoit qilib beryaptilar, sportchilarga e'tibor beryaptilar. Xudo xolasa biz shu O'zbekiston bayrog'imizni ko'tarishdan hech qachon to'xtamaymiz. Yangi g'alabalar bilan O'zbekiston Respublikasiga har doim sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon charchamayman.